Bilasizlarmi, 90% treyderlar depozitini yo'qotadi. Buning sababi nima deb o'ylaysizlar? Aynan mana shu sabablarni bilish uchun men sizlarga hozir treyderlarni qiladigan eng ko'p 10 ta xatolarni o'rganib chiqqanman va aynan mana shu videoni hozir sizlar uchun tayyorlab qo'ydik. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Assalomu alaykum. Men ismim Jasur, familiyam Kalonov. MG kompaniyasining asoschisiman. Aynan hozir biz sizlar bilan trading bo'yicha eng ko'p qilinadigan 10 ta xatolarni o'rganib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Tradingni qilinadigan eng xavfli 10 ta xatolar. Birinchi qonun-qoidaga keladigan bo'lsak, risk menejmentga amal qilmasdan ishlashlik. Juda ham ko'p odamlar aynan mana shu risk menejment holatlarida butun boshli pulini yo'qotishadi. Bir dona bitimga butun boshli pulini qo'yib yuborish. Bu je trading emas, bu je qimor hisoblanadi. Endi oddiyroq misollar bilan faraz qilib aytadigan bo'lsak, faraz qilaylik, 100 etajli binodasizlar. Aynan mana shu 100 etajli binoda uzun arqon tortilgan. Mana shu arqondan birinchi binodan ikkinchi binoga qarab o'tishingiz kerak. Hech qanaqangi himoyasiz, hech qanaqangi zashitalarsiz, hech qanaqangi ehtiyotkorsizlik holatlari bilan sizlar o'tib bormoqsizlar. Nima bo'ladi? Katta ehtimollik bilan bu binodan qulash hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda nima qilinmayapti? Strafovka, ya'ni risk management, money management ishlatilmayapti. Oddiyroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsak, mana bu yerda ham aytilyapti. Bitta bitimga hamma pulini tikish. Bir marta yutishingiz mumkin, lekin ikkinchi marta bozor sizni jazolaydi. Eng zo'r holatlardan biri. Agar tradingda yaxshi daromad qilishni xohlasangiz, 1%, 2% dan orttirish kerak emas har bitta qilinayotgan bitimga. Ya'ni 1%, 2% dan oshirishimiz kerak emas. Risk management, money management qonun-qoidalariga amal qilib ishlash bu juda ham kerakli omillardan biri hisoblanadi treyderlarga. Ikkinchi xatoga keladigan bo'lsak, stop loss qo'ymasdan ishlash. Juda ham ko'p treyderlarda kuzatiladigan muammolardan biri hisoblanadi. Ya'ni nimani hisobiga stop losslarni qo'ymaydi yoki stop losslarni surib yurishadi. Stop loss bu nima uchun kerak o'zi? Stop loss bu bizani bezopasnostimiz, ya'ni bizani chuqur yaxshi nafas olishimiz uchun yordam beradigan omil hisoblanadi. Faraz qiling, siz $10 yo'qotganni afzal ko'rasizmi yoki butun depozitingiz yo'qotganni afzal ko'rasizmi? Ya'ni stop loss qo'yildi, $10 yo'qotildi, stop loss qo'yilmadi. Bozor siz tomonga emas, sizga qarshi ketib qoldi. $500, $600, $700 ketaveradi. Stop loss qo'ymasdan ishlash bu treyderni yomon emotsiyalarga olib keladigan omil hisoblanadi. Ko'pchilik narx hozir qaytadi deb o'ylaydi, stop lossni qo'ymaydi yoki qo'ygan bo'lsa o'chirib tashlaydi yoki surib boradi. Natijada nima bo'ladi? Butun depozitini yo'qotib qo'yadi shuning orqasidan. Mana bu yerda juda ham zo'r maslahat berilgan. Stop loss bu sizning sug'urtangiz. Uni qo'ymaslik tormoz yo'q mashinada tog'dan tushish bilan baravar hisoblanadi. Agar siz mana shu trading sohasida uzoq yashashni xohlasanglar, stop loss обязательно har bitta bitimga qo'yishga harakat qilinglar. Keyingisiga keladigan bo'lsak, qasos savdosi, ya'ni revenge trading. Juda ham ko'p treyderlarda kuzatiladigan muammolardan biri. Ya'ni bu nima bo'ladi? Pulini yo'qotdi. Hozir mana shu pullarimni men qaytarishim kerak degan hissiyot uyg'onadi. Ya'ni risklarga amal qilmadi, pulini yo'qotdi. Hozir mana shu pulimni qaytaraman deydi, o'zini yana bir bor pulini qo'yadi yoki kimdandir qarz oladi yoki kredit oladi. Va shuni orqasidan ham pulimni qaytarishim kerak degan emotsiyalar bilan, psixologiyalari bilan ishlab, pullarni ketma-ketliklar bilan yo'qotishni boshlaydi. Chunki bu yoqda uje trading emas, bu yoqda uje qimor bo'ladi, bu yoqda uje azart bo'ladi, bu yoqda uje alam bilan savdo qilish bo'ladi. Bilasizlar, bu holatda tradingda tirik qolish juda ham qiyin bo'ladi. Mana bu yerda misollar bilan keltirilgan. Yutqazgandan keyin asabiylashib, pulni darrov qaytarib olmoqchi bo'lish bu holatda miya emas, his-tuyg'ular boshqaradi. Fakt, bozor sizdan qarz emas, qasos olmoqchi bo'lsangiz, bozor sizni yana ham qattiqroq uradi. Ya'ni bozor sizga majbur emas bu pullarni qaytarib berishga. Bozorda pulingizni, depozitingizni yo'qotdingizmi? Eng asosiysi revenge tradingga shoshilmanglar. Pul yo'qoldimi? O'zingizlarni to'xtatinglar. Chuqur nafas olinglar va bozorga tayyormisizlar yoki yo'qmi degan savollarga to'g'ri javob olganingizdan keyin bozorga kiringlar. Revenge trading qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlar battar yomon botqoqlikka botishingizga sababchi bo'lib qolasizlar. O'shanga revenge tradingga umuman iloji boricha yaqinlashishga harakat qilmanglar. Bu juda ham ko'p treyderlar kuzatiladigan xatoliklar, ayniqsa skalperlarda, ayniqsa razgon qiladigan insonlarda.
Keyingi muammoimiz esa strategiyasiz savdo qilish. Ya'ni juda ham ko'p treyderlarda kuzatiladigan muammolardan bittasi, ya'ni strategiyasi yo'q, feeling deyiladi, ya'ni bu narsani hissiyot deb aytishadi. Hissiyot orqali savdo qilish deyiladi. Misol tariqasida juda ham ko'p odamlar bor. Juda ham ko'p odamlar YouTube ga kiradi, har xil ma'lumotlarni qidiradi. Qanaqa ma'lumotlar bor ekan, qanaqa strategiyalar bor ekan, bir kun indikator o'rganadi, bir kun ossilyatorlarni o'rganadi, bir kun qanaqadir kimnidir trend holatlarini o'rganadi, bir kun qanaqadir texnik analizlarni o'rganadi, bir kun qanaqadir grafik analizlarni o'rganadi. Lekin bir narsani bilib olaylik, hech kim o'zini qimmatli ma'lumotlarini bepul YouTube ga yuklab qo'ymaydi. Buni ichida baribir bekitilgan holatlari bo'ladi, qanaqadir chaysti bo'lsa ham. Va u insonda bilim holatlari bo'yicha yetishmovchilik bo'ladi. Voy, odamlar shunaqangi indikatorlarni ko'rsatadiki, tez boyib ketasan, sen mana shu indikator olsang, mana shu indikator ishlatsang, yo'q. Indikator bu kechikadigan holat hisoblanadi. Daromad qilish mumkin agar sizda disiplina, agar sizda statistikalari zo'r chiqadigan bo'lsa, lekin inson statistika qilishni bilmasdan prosta takka bozorga kirib ishlaydigan bo'lsa, aniq rejasi bo'lmasdan turib kiradigan bo'lsa, bu bozorda kimsalarga shundoq qilib pul berib qo'yadi. Mana bu yerda primerlar bilan berilgan. Bugun indikator bilan, ertaga yangilik bilan, indinga birovning signallariga qarab savdo qilish. Yechim juda ham oddiy. Aniq yozilgan savdo rejangiz bo'lsin. Aniq signal strategiyangizga mos kelmasa, bitimga kirmang. Ya'ni oddiyroq va o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak, biz bozorga kirishimizdan oldin maksimal darajada tayyor bo'lishimiz kerak. Statistika holatlari va shunga o'xshagan juda ham muhim bo'lgan omillarni biz tayyor qilib qo'yishimiz kerak. Va bu narsa bizga juda ham kerak. Chunki bizni uverenni qancha o'zimizga ishonch bilan bozorga kiradigan bo'lsak, bozordan pul olib chiqib ketishimiz ham shuncha oson bo'ladi. Agar o'zimizga bo'lgan ishonch juda ham past bo'ladigan bo'lsa, biz faqatgina bozorga pul berib qo'yamiz. Keyingisiga keladigan bo'lsak, overtrading. Haddan tashqari ko'p savdo qilish. Bu ham eng ko'p muammolardan biri hisoblanadi. Kunlik plan qo'yildi, 2% qilishim kerak. $1000 depozit, 2% $20 bo'ladi. $20 bu ikkita bitim bilan o'sha birinchi kunni hali kunni yarmi ham bo'lgani yo'q, daromad qilib qo'ydi. Nima qilish kerak edi? To'xtash kerak edi. Lekin nima bo'lyapti? Overtrading boshlanyapti. Yana bitim ochyapti, yana bitim ochyapti. $20, $30 bo'ldi, $30, $40 bo'ldi, $40, $100 bo'ldi-da. Bo'ldi, to'xtash kerak bo'lgan joyda to'xtamayapti. Darshi davom etib ketyapti, minusga qarab tushib ketyapti. Buning ichida overtradingning orqasida ham psixologiya sinish boshlanyapti va uje ochko'zlik holati boshlanyapti. Mana shu ishlagan $100 ham avtomatik tarzda yo'q bo'lishni boshlaydi. Nimani hisobiga? Overtrading. O'zini vaqtida to'xtata olmasdan juda ham ko'p savdolar qilish orqasidan. Birinchidan, ikkinchidan overtradingning muammolari nima? Agar siz kichkina time framelarda ishlaydigan bo'lsangiz, har bitta bitimingizni kontrol qilishni bilishingiz kerak, ya'ni boshqarishingiz kerak. Fokus, e'tiboringiz bitta o'sha tradingda bo'lishi kerak. Agar tradingga kirdingiz, bundan 10 ta, bundan 5 ta, bu valyutadan 15 ta valyutani oldingiz, kontrol qilishingiz uchun sizda professional holat bo'lishi kerak. Bu holatga chiqish uchun sizga juda ham kerakli bo'ladigan narsa o'zingizni vaqtida to'xtatishni bilishingiz kerak. Mana bu yerda aytilyapti, kuniga 20 ta 30 ta bitim ochish. Treyderlar qancha ko'p bitim ochsa, shuncha ko'p xato qiladi va har biri uchun komissiya to'laydi. Kuniga bitta, lekin ideal bitim ochish 10 ta va shubhali bitimdan yaxshiroq hisoblanadi. Ya'ni oddiyroq va soddaroq tilda aytadigan bo'lsam, главный количество va качество hisoblanadi. Ya'ni количествоga emas, качествоga ishlashga harakat qilinglar. Qachon количество va качество, ya'ni son va sifat qachon zo'r bo'lishi mumkin? Qachonki sizlar o'sha professional darajadagi chiqqaninglarda. Bir kunda o'sha 15 ta, 20 ta, 30 talar bitim ochadigan bo'lsanglar ham o'sha qo'rqmasdan ochiladigan holat. Ya'ni bu qachon chiqiladi? Statistika qilingan va o'zingizlar ishlayotgan holatlarga uverenli bo'lishni boshlaganinglardan keyin bo'ladigan holat hisoblanadi. Keyingi muammoga keladigan bo'lsak, FOMO, o'tkazib yuborishdan qo'rquvi. Ya'ni bu holat qanaqa bo'ladi? Bozor impuls bilan o'tvordi. Hozir mana kiraman, hozir bu qaytadi, hozir bu qaytadi. Men hozir kirmasam bozorni o'tkazib yuborishim kerak degan tushuncha bilan kiradi-da, pulini battar yo'qotishni boshlaydi.
Ya'ni hech qachon sizlar bozorda bitimdan qo'rqmanglar. Ya'ni o'tkazib yuboraman degan tushuncha bo'lmasin. Bozorda bir kunda bilasizlarmi qancha signal yotadi agar bilminglar bo'ladigan bo'lsa. Umuman o'tkazib yubordim degan narsa bo'lmaydi. Odamlarda nima bo'ladi? Kirdi, voy o'tkazib yuborimman, afsuslanadi-da. Hozir men shu bitimni ochganimda men shuncha pul qilgan bo'lardim. Bu o'zini o'zi psixologik yeyish hisoblanadi. Iloji boricha o'tkazib yubordinglarmi, ko'ngillarni xotirjam qilinglar. Bunaqa bitimdan hali qancha chiqadi? Juda ham ko'p holatda chiqadi. Va umuman o'tkazib yubordim degan tushuncha bo'lishi kerak emas treyderda. O'tkazib yubordim, hozir mana shu yerda kirishim kerak degan narsa bo'lsa, kirmaganinglar ma'qul. Iloji boricha. Poyezd ketdimi? Bo'ldi, orqasidan yugurmang. Keyingi bekatda boshqa poyezd keladi. Mana shu ma'noni ichida juda katta ma'no bor, to есть mana shu so'zni ichida. Keyingi muammolarga keladigan bo'lsak, birovlarning signallariga ko'r-ko'rona ishonish. Mana shu holat men o'zim juda ham ko'p ko'rdim. Ya'ni bu qanaqa holatda ko'rdim? Men o'zim Telegram kanalimda odamlarga manfaatli bo'lishi uchun bepul bozorga nisbatan signal beraman. Hozirgi kunda почти aynan berayotgan signallarim 80-90% ishlab beryapti. Mana shu holatda odamlarda signallarga ishonib, to есть meni berayotgan signallarimga ishonib, ikkita holat bor deb yo'di. Birinchisi ishonib katta lot ochish, ikkinchisi o'zini umuman boshqara olmaslik. Mana shu holat bo'lyapti. Men bu yerda o'zi odamlarga manfaatli bo'lish uchun risklarga amal qilinglar degan holatda beraman har bitta signalni. Lekin ma'lum bir odamlar borki, risklarga umuman amal qilmaydi. Keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir kavichkaning ichidagi Telegram kanallari bor. VIP kanallar deb o'zligini reklama qilishadi, sotishadi. Faqatgina plus bo'lgan bitimlarni olib qolishadi, odamlarni aldash uchun minus bo'lgan bitimlarni o'chirib tashishadi. Kabutta kirdinglar, voy faqatgina o'sha 90-95-100% ishlayotgan signallar odamlarni mana shunaqa qilib aldashadi. Buni natijasida juda ham ko'p odamlar mana shu holatga ishonib, katta lotlarni ochib, nima qilishadi? Depozitlarni tinmasdan yo'qotishadi. Men berayotgan kanalimda men umuman bitimlarimni o'chirmayman. Qancha turishidan qat'iy nazar, agar stop oldimi, stop oldi deb aytaman. Har bitta berilayotgan bitimda riskka amal qilingan holatda ishlansin deb aytib qo'yaman. Ba'zi bir kanallarda esa noto'g'ri aldovlar orqali insonlarning pulini yo'qotishadi. Nimaga? Soqqa rejim, soqqa qilish kerak-ku. Haqiqat, boshqaning miyasi bilan boy bo'lish bo'lmaydi. O'z tahlilingiz bo'lmasa, baribir yutqazasiz. Bu yoqda nima deyilmoqchi? Bilim mana signal bergungacha bo'lgan holatda men ham oldin odamlarga havas qilardim. Shunaqa kanallarni ko'rganda havas qilardim. Voy, bu zo'r ekan, professional ekan. Men ham qachon bunaqa darajaga yetar ekanman deb o'sha niyat qilardim, havas qilardim. Men ham shu bilimni ustida juda qattiq ishlab, mana shu odamlarga signal bera oladigan darajagacha yetib keldim. Bu nima degani? Sizlarning ham qo'lingizdan mana shu narsa keladi. Ya'ni asosiy fokusinglarni Telegram kanallariga emas, asosiy fokusinglarni bilimga bag'ishlashinglarni maslahat berib qolaman. Keyingi muammolarga keladigan bo'lsak, eng ko'p kuzatiladigan muammolardan bittasi sabrsizlik. Juda ham ko'p odamlarda kuzatiladigan muammolar. Stop loss, ya'ni zararni oxirigacha kutadi. Bir kun deysizlarmi, bir hafta deysizlarmi, bir oy deysizlarmi, oxirigacha kutadi zararni. Lekin foydaga kelganda ozgina yurib berganda yo'q foradi. Juda ham ko'p treyderlarda kuzatiladigan muammolar. Nima uchun zararga ruxsat beryapsizlar, nima uchun foydaga ruxsat bermayapsizlar? Va eng qizig'i, foydani yarmini ham yo'q foradi kerak bo'lsa. Umuman imkon bermaydi bozorga. O'shani hisobiga iloji boricha har bitta ochilgan bitimni nima qilinglar? Bo'ldi, qo'yildimi? $10 take profit, $10 stop loss. $100 take profit, $100 stop loss. Bo'ldi, unutinglar u bitimni. Shunaqangi tushuncha bilan ishlaylik yoki bu stop bossin yoki take profit olsin.
Odamlar statistika qiladi. Statistika qilganda, misol tariqasida 100 ta bitimdan 88 tasi plus, 12 tasi minus. Statistikasi a'lo chiqqan, lekin real shotda natijasini qaraydigan bo'lsangiz, plusga chiqa olmayapti. Nimani hisobiga? Jadnost deb yo'di. Ya'ni qizg'anish. Depozit plusga chiqayotganda, ozgina plusga chiqsa yo'foradi, lekin zararga chiqayotganda stop losslarni surib, sabrsizliklar qilib, oxirgacha stop losslarni ushlaydi. Lekin foydaga kirayotgan momentda bu narsani nima qiladi? Yo'foradi, kesib tashlaydi. Iloji boricha bu sohaga kirganda miyalarni bitta joyiga qo'yib, sabr qilishga harakat qilinglar. Iloji boricha telefon bormi oldinglarda, telefonga umuman qaramanglar. Bitim qo'yildi, o'zingizga vaqt belgilanglar, aynan mana shu vaqtdan keyin kirishim kerak degan narsa bo'lsa, kiringlar, bitiminglarni qaranglar, stop lossni oldimi? Oldi. Take profitni oldimi? Oldi. Take profitni olsa rahmat deysizlar, stop lossni olsa bugun meni kunim emas ekan deysizlar, bo'ldi. Revenge'ga o'tmaysizlar, eng asosiysi. O'zbek maqoli ham bor-ku. Sabri tegi oltin deyshadi-yu. Keyingi muammoyimizga keladigan bo'lsak, savdo jurnalini yuritmaslik. Mana shu treyderlar professional qiladigan odatlardan bittasi savdo jurnalini yuritish. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Har bitta bitimini yozib yurish. Ya'ni euro dollar bitim ochdi, поглощение bo'yicha H4 har bitta bitimlarni yozib yurish. Qaysi time frame da ochildi, nechida ochildi, nimaga ochildi, sabab qanaqa bo'lyapti, take profitni oldimi, stop lossni oldimi? Bu nimaga o'rgatadi? Bu birinchi navbatda treyderni tizimga o'rgatadi. Tizimli treyderni hech qachon nima qilishinglardan qat'iy nazar tizimli treyder depozitini yo'qota olmaydi. Ular faqatgina daromadga chiqishi mumkin, lekin zararga chiqmaydi. Nimani hisobiga? Chunki har bitta ochilayotgan bitimlari sabab bilan ochiladi. Hech qanaqangi emotsional holat bo'lmaydi. Hech qanaqangi sabrsizlik bo'lgan holatlari bo'lmaydi. Hech qanaqangi scalping, hech qanaqangi revenge trading degan narsa bo'lmaydi. Har bittasida ochilayotgan bitimlar riskka amal qilingan holatda, har bittasi strategiyaga amal qilingan holatda ochiladi. Strategiyaga qachon amal qilinadi? Uje statistikasidan ideal o'tgandan keyin amal qilinadi. Yana bitta video chiqaraman, statistikani qanaqa qilib to'g'ri qilish. Har bir bitimni screenshot qiling va nima uchun kirganingizni yozing. Ya'ni har bitta bitimlarni yozib yuradigan bo'lsangiz, bu sizlarni yana ham professional qilishga juda katta yordam beradigan omil hisoblanadi. Bu narsa nimaga xatoligini ichiga kiritilyapti? Bu narsa nimaga xatoliklarni ichiga kirgizilyapti? Chunki savdo jurnalini yuritish bu treyder tepaga olib chiqib beradigan omil hisoblanadi. Lekin juda ham ko'p treyderlar bu narsani yurg'izmasligini hisobiga depozitini stabil ko'tara olmaydi. Va oxirgisiga keladigan bo'lsak, bilimga investitsiya qilmaslik. Men misol tariqasida buni juda ham chiroyli qilib yetkazib berishim mumkin o'zimning hayotimdan. Men YouTube'ga kirganman, birinchi tradingni o'rganayotgan paytimda YouTube'ga kirganman, qizg'anganman pul boshida. Juda ham ko'p pul qizg'anganman. Kirganman. Har xil strategiyalarni, har xil indikatorlarni, har xil ossilyatorlarni ko'rib chiqqanman, lekin itogi holatda men daromadga chiqa olmaganman. Men o'sha kursga beriladigan pulimni yo'qotganman. Keyin nima qilganman? Kurs sotib olishni boshlaganman. Ketma-ketliklarni o'rganganman. Nima bu nima? Ya'ni oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, xohlagan sohalarni olinglar. Sport sohasi bo'ladimi? Meditsina sohasi bo'ladimi yoki любой sohani oladigan bo'lsak, mana zo'r doktor bo'lishingiz uchun sizga nima kerak? Sizga ustoz kerak. Ustoz sizga o'rgatadi. Mana xirurg bo'lyapsiz, xirurg bo'layotgan momentingizda to'g'ri operatsiya qilishingiz uchun sizga kim kerak? Ustoz kerak. Yoki jangga chiqmoqchisiz, professional UFC ga chiqadigan jangchi bo'lmoqchisiz. UFC ga chiqishingiz uchun sizlarga kim kerak bo'ladi? Ustoz kerak bo'ladi. Yoki professional futbolist bo'lmoqchisizlar. Zo'r futbolist, professional futbolist bo'lishingiz uchun kim kerak? Ustoz kerak bo'ladi. Xohlagan sohalarni olinglar. Xohlagan sohalarda zo'r natijaga chiqishingiz uchun sizlarga kim kerak? Ustoz kerak bo'ladi. Sizlar vaqtinglarni yutqizib qo'yasizlar. Odamlarda ishonch, mana kurs deganda odamlarda hozirgi kunda ishonch yo'q. Kamdan kam. Nimani hisobiga? Chunki O'zbekistonda razgon, scalping holatlari ko'payib ketganini hisobiga.
Odamlar, juda ham ko'p odamlar mana shu noto'g'ri bilimni olayotganligini hisobiga depozitlarni yo'qotishni boshlashayapti va bu sohaga bo'lgan ishonch kundan kunga pasayib boryapti. Asosiy muammo nima? Asosiy muammo skalping, razgon. Qonun qoidalarsiz o'rganish. Ya'ni qilinmasin degan narsani qilish. Bu sohada bilim birinchi o'rinda hisoblanadi. Bilimga iloji boricha katta upor berishga harakat qilinglar. Men har doim berilayotgan bilimlarimni kачествосiga men o'zim уверенныйman. Ya'ni o'zim ishonaman berayotgan bilimlarimga. Va bu narsani men доказательство sifatida Telegram kanalimda ham ko'rishingiz mumkin. Bu narsani доказательство sifatida o'quvchilarimdan ham ko'rishingiz mumkin. Yaqinda sizlarga bu narsalarni juda ham ko'p ommaga olib chiqib beraman bu narsalarni. Ya'ni oddiyroq va soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, sizlar professional darajagacha chiqmoqchimisizlar? Asosiysi bilim olishga pul qizg'anmanglar. Eng yaxshi investitsiya o'zini bilimiga qilgan investitsiya hisoblanadi. Do'stlar, mana shu 10 ta ketma-ketliklar, ya'ni 10 ta eng ko'p qilinadigan xatolarni men sizlarga o'rgatib berdim. Xudo xolisa bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan ham zo'r kontentlar tayyorlashga borimizni berib harakat qilamiz. Kuninglar yaxshi o'tsin.